Tiriklik chog'ida parvo qilmaysan, qazib qo'yilgandir avvaldan qabri. Yoningda yurganda sezmaysan hatto, o'lganda bilinar insonning qadri. Bugun o'zbek san'ati va kulgu olami og'ir judolikka uchradi. Ko'plab muxlislar mehrini qozongan iqtidorli san'atkor, dizayn shou jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Marhum o'zining betakror hazillari va samimiyligi bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan edi. Siz qatori hamma ukalarimni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman men sizlarni. Sizlar tezroq sahnaga qaytib, chiroyli konsert beringlar. Millionni yuzi yorug' bo'lsin. Dizayn sizlarni har doim hurmat qiladi bolalar. Uning vafoti nafaqat oilasi, balki butun san'at ahli va minglab muxlislari uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Alloh marhumni o'z rahmatiga olsin, joylarini jannatdan qilsin. Yaqinlariga esa sabr tilaymiz. Agar siz ham bu insonning muxlisi bo'lsangiz, kommentariyada o'z iliq so'zlaringizni yozib qoldiring. Olib kelasizmi hozir?